Sevinch Mo'minovani to'yga chaqirib olib odamlar nima qilyapsizlar, Onasini esa bitta aka chiqyapti pulda. Mana Sevinch Mo'minovaga mana desa, Sevinch Mo'minova ham bu ta'zim qilib Ahranamga bering desam, yo'q. Mana pulda, o'sha bo'lgan aka. Mana o'ziga beraman deydi-da. Qo'shiq aytyapman. Ber Ahranamga hech bo'lmasa, yo'q. O'ziga berish kerak. Onasini ham to'yga chaqirib olgan bilan bular berish kerak, qo'liga berish kerak. Aka majburlayapti san'atkorni. U ham mayli bitta opa kelyapti. Birinchi Ahranaga gapirdi. Mikrofonni bersin dedi, yo'q dedim, bilmadim. Opa tushunmadi lekin. Keyin Sevinch Mo'minova mikrofon tortyapti onasini ham. Shuni olib, Mahpirat opamga so'z navbati bermoqchimizda, Mahpirat opa keling deb chaqirsada onasini ham. San'atkor qo'shiq aytyapti, uni opa ham shata tortib olyapti-da. Xo'rlab tashlabsizlar bor-ku san'atkorda. To'g'risida. Yana ham indamabdi. Boshqasi bo'lsa shuni mikrofonda otib chiqib ketadi. Yana ham odob saqlabdi.